Dunyodagi eng qo'rqoq va eng katta ko'zli maymuncha bilan tanishing. Odamlar ko'ringanidek bo'lmagani kabi, ular ham ko'ringanidek emas. Nima demoqchi bo'lganimni video davomida tushunib olasiz. Uzunoyoqlar. Har bir ko'zi uning miyasidan ko'ra ko'proq vaznga ega. Ko'zlari shunchalik kattaki, ular ko'z kosasida qimirlay olmaydi. Shu sababli tarsiyerlar atrofga qarash uchun boshini 180 darajaga bura olishadi. Tarsiyerlar dunyodagi eng mitti primatlardan biri bo'lib, ularni faqat o'z tabiat bag'rida, asosan Filippin o'rmonlarida uzoqdan turib jimlikda kuzatish kerak. Sababi, uzunoyoqlar kuchli qo'rquv yoki tushkunlikka tushsa, qafas panjaralariga yoki daraxt tanasiga boshini tinmay ura boshlaydi. Ularning bosh suyagi juda yupqa va mo'rt bo'lgani sababli bir necha zarbadan keyin miya jarohatini olib o'lishi mumkin. Ba'zi kuzatuvlarga ko'ra tushkunlikka tushgan tarsiyerlar shunchaki nafas olishdan to'xtab, o'z-o'zidan o'lib qolishi ham mumkin. Og'irligi bitta olmani og'irligiga teng tishlari 34 ta. Tarsiyerlar faqat go'shtli taom bilan oziqlanadi. Xarakteri haqida aytadigan bo'lsam, juda uyatchan va tinchliksevar.